Turar joyimiz zudlik bilan sotadi. To'rtko'l tuman Evsesa trassa yo'lni bo'yida bo'ladi. Zo'r lokatsiyadan zo'r joyimiz zudlik bilan sotadi. Bahasi ham kelishgan narxda bo'ladi inshaalloh. Mendan chala obzor, sizdan krasavchikdan like bo'ladi. Chegarasi ne shu cho'chik turibdi. Mana fasadda shu ish yerimiz. Yer maydoni juda ham katta, 20 sotik bo'ladi inshaalloh. Ustlari shipur. Gap bu shunga bir gap bilan aytganda, tayyorgan kelib yashab ketasiz. Orqa taraf bu katta bog', 50 katta plashatki bo'ladi buni. Endi Shirin Dünya kafesine shunday yurib kelaversangiz, Shirin Dünya kafesine yurib kelsangiz, chap tarafingizda bo'ladi. Endi radar bor, radarning znaki bor. Radar znakning teyimda bo'ladi. Radar znakda bana biruni nedan kelaversa, o'ng tarafda radardan o'tgandan keyin o'ng tarafda bo'ladi. Katta, endi shunday katta plashatki yeri bor edi. Maşallah. Gap bu shunga. Sina banda Afrostoxona, Shirin Dünya to'xona yurib kelaversangizda, chap tarafda katta uy bo'ladi. Uy ham kuymasa, uy katta uy o'zi. Yine aynalarım çala qo'lgan, yashab o'tiribdilar. Bilasizlar, birdan gazdan, sudan, svet muammo bo'lmaydi. Hamma narsa tayyor. Faqat kelib yashasang ham bo'ldi. Baqasan bir shikant baqat beram, so'rashni sotalayman xudo xolasa. Zo'r yashalib o'tirgan joy bu. Barakalli, xayrli joy inshaalloh. Zo'r to'ylar bo'lgan, yaxshi gullar bo'lgan inshaalloh. Nimada gazning cho'chki, aristoni, bu narsalar qoladi bular. Katta dalon, maşallah. Ağa ne deysiz? Assalomu alaykum. Birinchidan hem muvaffaq bize video koyamız hem muvaffaq, lekin hem muvaffaq qimmat, summat degan gaplarni aytadilar. Xo'sh. Shu joyni bir ko'ringlar siz. O'lmas orqa taraf mevazorni ko'rsat. Arkası bağ mını? Telefonunuzda koyun ağama içanlı bir çay gösterin. Katta dalan, xudo xolasa dalandan 10 tarafa girsek bismillah. Endi ayvonchasi bayna yashalib o'tirgan joyini. Ağaçlarım qalingan, bosilgan uyları eksvoq ishlanganini tayyor. Gilamlar döşelgan. Banda bir xona Belend ishlangan bulayni. Zalaga bu shungamas bir gap bilan aytgan meni. Xudo xolasa. Xo'p, yana bir dena bir xonasi bayna. Pollari ishlanib zo'r bo'lib, eksvoq ishlanib turibdi xudo xolasa. Kim olaman desam inshaalloh yaxshi kun bo'lsin, xayrli bo'lsin hammaga. Inshaalloh ben tarafda endi chap tarafga o'tamiz. Nebelni qo'qni aytib qo'yibdilar. Endi yana kungirapish, gaz gap turibdi kungirapisha. Xolos ata bilan o'tirib olaverasiz, yana ata bilan o'tmagan ekan. Yani hamma joyda kungirapish. Maşallah, gap bu shuncha emas. Baland solingan, joyni suyanki mahkam, orqasi bog' aytganimda inshaalloh zo'r xayrli joy inshaalloh. Kim olsam yaxshi bo'lsin. Bu yon tarafi yana bir boniya moslashgan, shunday sag'ala bir xona. Keyin bu yoqda yana spalni. Endi bir boniyni, bu yoqda spalni shunday moslashtirib sag'aladan, lekin hali yetmaganlar. Bu yoqda qo'qni ham moslashtirganlar yana. Basırı tayyor turibdi. Maşallah. Endi buni dokumenti 100% toza, kim olamiz? Notaryusda sanamasi. Orqasini bog' qarang. Bay. Inshaalloh yana prosta bog' ina orqasi. Hamma meva bor. Hamma mevasi bor. Tayyor. Xudo xolasa kim olaman desam, zo'r xayrli yer. Inshaalloh yo'lni, katta trassa yo'lni bo'yinda bo'ladi, orqasida bog'i tayyor. Chamadan shu to'radin 60 metr bor. 60 metr bog' inshaalloh. Akarsu ham gap turibdi kerak bo'lsa bera. Bismillah. Yana. Suv olgan ekan yer. Oba. Yana akarsu gap turibdi. Mevalar, yana bog'lar meva turibdi. Yana polni olmalari, nashvati, erik, hamma narsa bor bog'da. Yana akarsu ham gap turibdi. To'ri katta bog' men hammarini. To'rda molxonasi bo'ladi ana. Ana shunday. Xo'p, o'lmas, bu zo'r yer ekan. 50 katta plashatga, orqasi katta bog', trassa yo'lning bo'yinda. Bu ham zo'r katta, yashasang shunday yashasang. Xo'pcha so'm aytasalar o'lmas desanglar, xudo xolasa endi aytilaveradi. Bilasizlar, o'zi bir kichkina yer domlarni aytib o'tiribdilar, 35 ming, 40 ming. Bu katta yer, o'zan bir 20 sotik bo'ladi buni kattaligi. Chizim aytasan desanglar, xudo xolasa aytilishi 77 ming dollar aytilib turibdi. Va aytilgan baho sotilmaydi, qaytib kelishib beriladi xudo xolasa. Tasa nomerlarni qoldiraman. Bemalol telefon kelaversa, xudo xolasa 77 ming dollardan qaytib kelishib beriladi. Inshaalloh. Chaysan like bosib, tayyor joy qarabiga yaqinlaringizga tashab qo'yinglar inshaalloh. Eriklar ham meva turibdi, hamma narsa. Yeshasak ekmis beradi, tayyor bog'i. Xudo xolasa. Prosta yashab bersangiz bo'ldi. Gap bu shunga emas. Biz nomerlarni qoldiraman, 77 ming dollardan qaytib kelishib beriladi. Bemalol kelib, ko'rib, so'rab olaverasiz inshaalloh. Maşallah. Zo'r. Suyanki mahkam. Aytganimni qalin bir taxtalardan pollangan. Darvozasi ham chiroyli ishlangan inshaalloh. Fundament ham baland ishlangan buni fundamentlari. Mana kaptanda joy egasi o'zi yashaydi. Bak tarafini sotyapti. Dokumenti 100% toza.
Yəni cayama qoşnadı bir yegəsən bir yaxşı insan inşallah. Kondisionerim qaladı bir aytıb ötün şunu. Yolunu boyu bular. Əlinizə katta plaşat ki yolunu boyunda bir nəsə çıxıb satsanız ham savda badam bir də. Yəni inşallah. Türkül Tuman Əvsəsə trassa yolunu boyu. Diviziyaya toxtamaydı biləsiniz bir də. Suzluq bilən satamız, gəlişib qayıtıb bələnimiz like bilən yakalara birləşib qoyulma inşallah.